Assalomu alaykum hammaga. 6 metrga 290 lik tarozimiz. 20 lik do'xtavrdan qilinadi. Ustlari 6 lik. Bu zakazga qilingan tarozimiz, o'rtasi yopiqlik. Bu tarozimizga zil 53 kamazgacha mashinalar chiqadi. Ya'ni 60 tonnagacha bo'lgan mashinalarni bemalol ko'tarishga xususiyatiga ega. Zapchastlar Turkiyaniki bo'ladi. 2 yil garantiyasi bor. Platformani hamma joyi temirlik bo'ladi. Hozir kraska qilish jarayonlari. Xudo xolasa ertaga buni anjonga o'rnatib kelamiz. Bu tarozimizga 5 yil garantiya beriladi. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Ma'lumotlarimiz kimgadir qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Mol tarozi deysizmi, labo tarozimi, ko'mir tortgani, ruhli tarozi, qo'y tarozi, har qanday tarozilarni yasab beramiz. Eng kam ko'tarayotgan tarozilarimiz 500 kilodan 200 tonnagacha bo'lgan tarozilarni yasab beramiz. Mana e'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.